Soat kechki 9:30 va bizni eng oxirgi mijozlarimizga shartnoma rasmiylashtirib berdik. Nasib bo'lsa, xonadonlar muborak bo'lsin. Rahmat, Xayrli bo'lsin. Ilohim. Umumiy jarayonlar qanaqa bo'ldi? Bitta qisqacha samimiy fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Umumiy jarayonlar esa zo'r bo'ldi. Biz bu kompaniya bilan birinchi marta ishlamayapmiz. Ya'ni birinchi marta xarid qilishingiz emas. Sizlarni Yakkasaroy loyihalaringizdan ham uyalganmiz, Zo'r. 2 xonali. Bu yoqda ham rosa chiroyli chegirmalar qilib, chiroyli narxlarda qilib berishgan. Mamnun bo'lganimiz uchun tanishlarimizga aytib, bu loyihalaringizdan ham уже ikkinchi, uchinchi uyimiz. Uchinchisi, xudo xolisi. Hammasi 2 xonali, 65 kvadrat metr, 65. Zo'r. Bosh to'lov 60 million to'lov qildik. umumiy chegirmasi qanaqa bo'ldi? 111 million 500 chegirma qilib berdi bizga. 111 million 500. Loyiha yoqdimi, lokatsiyasi umumiy? Hamma tomonlama bizga qulay, bolalarimga bog'chalari hammasi qulayligi va o'zimizni ish joyimizga yaqinligini hisobga olgan holatda olyapmiz. Rosa yoqdi. Eng sentri Oydin. Asosiysi xayrli bo'lsin va bizga o'sha birinchi marta emas ekan, o'sha bir necha bor xarid qilishingiz ekan, bildirayotgan ishonchingiz uchun avvalambor minnatdorchilik bildirib qolamiz kompaniyamiz nomidan. Rahmat. Xudo xolis xonadonlar yaxshi kunlaringizga buyursin. Qolganligi nima deysiz? Tavsiya qila olasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Kelinglar, olinglar, endi ko'rib, yo ma'qul kelsa. Shart to'lovlar to'lovlari ma'qul kelsa, oshlarni tavsiya qilib qolaman, chunki menga yoqdi. Endi xudo xolasa boshqalarga ham yoqadi. Baraka toping. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu shartnomangiz. Ishlar omadini Rahmat. bersin. Mayli, sog' bo'linglar.